Assalomu alaykum. 28-darsda ko'rib ketamiz. Biz ikkinchi kitobimiz Yonsei kitobdan 9-bo'limga kelgan ekanmiz. Kanalga yangi kelganlar bo'lsa, eslatib ketay. Biz ikkita kitobdan darslar ko'rib ketyapmiz. Birinchi kitob, asosiy kitob Solte Hangugo. Bizni grammatikamizda va so'z boyligimizni rivojlantirish uchun Solte Hangukoni ko'ryapmiz. Yonsei Hangukoni bu kitobdan yetishmaganini mana bu kitobdan, ikkinchi kitobdan to'ldirib ketyapmiz. Bu kitob so'z boyligi, speakingga va matnni tushunishga yordam berganligi uchun mana shu kitobni ko'rib ketyapmiz. Ham eshitish qobiliyatiga ham ancha foydali kitob. Va orada speakingga mashqlardan ko'rib ketamiz birga. Bu kitobdan tashqari. 9-bo'limda bizga chigob haqida, ya'ni kasblar haqida ma'lumot berar ekan. 여러분은 직업이 있습니까? 무슨 일을 합니까? Sizlarning kasblaringiz bormi? Nima ish qilasiz, deyapti. 여러분 degani janoblar, xonimlar deb tarjima qilsak bo'ladi. Yodlaganda xonimlar, janoblar deb yodlab ketasiz, kontekstdan kelib chiqib tarjima qilib ketasiz. Bizga har doimgidek matn beryapti va bu matnda biz oldin eshitib ko'rishimiz kerak. Eshitib ko'rgandan keyin analizini qilib beraman. O'ttiz beshinchi audio. 제9과 직업. 들으십시오. 우리 하숙집에 경희 씨, 토모미 씨, 마이클 씨가 있습니다. 경희 씨는 무역회사에 다닙니다. 사무실이 여의도에 있습니다. 토모미 씨는 은행에서 일합니다. 은행은 신촌에 있습니다. 마이클 씨는 기자입니다. 신문사가 종로에 있습니다. 모두 열심히 일합니다. Audiosini eshitdik. Endi bitta o'qib analiz qilib ketamiz. 우리 하숙집에 경희 씨, 토모미 씨, 마이클 씨가 있습니다. 토모미 씨, 마이클 씨 va 경희 씨 bizning yotoqxona, ha숙집 biz tepada ko'rganmiz buni. Ha숙집 degani yotoqxona. Yotoqxona kvartirada turadi. Ya'ni mana shu uchala inson bizning kvartiramizda istiqomat qiladi, deyapti. Kyung ishini muyoq-hesaga tanimida. Muyoq-hesa degani savdo kompaniyasiga qatnaydi, taniydi degani qatnamoq. Myong-ishi demak savdo kompaniyasiga qatnaydi ekan, ya'ni savdo kompaniyasida ishlaydi ekan. Samushiri Yoido'ya 있습니다. Samushil Yoido'da joylashgan, deyapti. Yoido degani shahar nomi. Buni yodlashingiz unchalik muhim emas, shunchaki bilib ketsangiz bo'ldi. Shahar nomi. Ya'ni Samushiri Kyong'ini Samushiri Kyonghini Samushili demak Yoido'da joylashgan ekan. トモミシ는 은행에서 일합니다. トモミシ demak savdo kompaniyasida ishlaydi ekan. Samushil Yoido'da joylashgan. Samushil Kyonghini Samushili demak Yoido'da joylashgan ekan. トモミシ는 은행에서 일합니다. トモミシ demak savdo kompaniyasida ishlaydi ekan.
bankda ishlaydi ekan. Degan Shinchon'e ismida. Bank Shinchonda joylashgan deyapti. Ya'ni Tomomi bizda qayerda ishlaydi ekan? Bankda ishlaydi ekan va u banki Shinchonda joylashgan ekan. Michael Shi'nin kiyimida. Michael Shi keja deyapti. Ya'ni uning kasbi keja bo'lsa nima bo'ladi? Bizda keja jurnalist. 신문사가 종로에 있습니다. 종로 degani bizda bu shahar nomi. Shinchon ham shahar nomi. Mana bu uchalasi ham shahar nomi hisoblanadi. Shinmunsa degani bizda matbuot. Ya'ni jurnalistlar ishlaydigan matbuot. Gazeta matbuoti. Moda yo'lchi miramnida. Barchasi astoydil ishlashadi deyapti. Modu degani hammasi. Hammasi. Astoydil degani mana bu yo'lchimi degani. Yurakdan ishlashadi deyapti. Hammasi yurakdan ishlashar ekan. Endi bilmagan so'zlarni yodlab ketasizlar. Bu yerda bizga alohida so'zlar ham berib ketyapti. Chigop degani kasb degani, Moyoqesa degani savdo kompaniyasi, Yoido degani shahar nomi, Tanida degani qatnamoq, bormoq, Inang degani bank degani, Shinchon degani joy nomi, irad ishlamoq, Modu degani hamma degani, Chongno degani joy nomi, Yo'lchimi degani astoydil, chin yurakdan qattiq degani. Ya'ni astoydil qilish. Endi mana bu yerda o'rgangan so'zlarimizni ishlatib ko'rishimiz kerak ekan. Bizda 5 ta gap beryapti. 5 ta gapni bir-biriga bog'lashimiz kerak ekan. Birinchisi Nangwon degani banker degani, bankda ishlaydigan inson, bank xodimi. Nangwon. Endi Nangwon qayerda ishlashi mumkin? Inim yasaveram dedi. Ya'ni bankda ishlaydi, to'g'ri? Xuddi shunaqa mana chizib qo'ygan. Endi ikkinchisi qanosa hamshira. Hamshira qayerda ishlaydi? Bankda ishlaydimi? Maktabda ishlaydimi? Universitetda ishlaydimi? Uni o'zlaring topib qilsalaring bo'ladi. Shunchaki men tarjimasini aytib ketaman. Ikkinchisi Vigokwa diplomat. Diplomat qayerda ishlaydi? Maktabda ishlaydimi? Universitetda ishlaydimi? Yoki elchixonada ishlaydimi? Ana shuni ko'rib ketishlaring kerak. Sizlar o'zlaring buni ishlab ketasizlar. So'ng ustoz qayerda ishlaydi? Banksada ishlaydimi? Maktabda ishlaydimi? Bu narsani sizlar topishlaring kerak. Shinmun keja, gazeta jurnalisti. Gazeta jurnalisti qayerda ishlaydi? Mana shuni topishlaring kerak. Ya'ni olib borib qo'yishlaring kerak. Xuddi mana bunga o'xshab. Qiyin emas. Tarjimasini, bilmaydigan so'zlarning tarjimasini aytib ketganman. Bu yerda menimcha bilmaydigan so'zlaring yo'q. Korichida bo'lishi mumkin. O'rgatmoq. Mana shuni ham bilmasliklaring mumkin. O'rgatmoq nimanidir o'rgatish. Endi tepada o'qib analiz qilganimizda mana bu joyda so'rayapti nima bo'lganini. Har doimgidek so'raydi bu kitobda. Buni sizlar yozishlaring kerak bo'ladi. Shunda matnni qanchalik tushunganlaringni bilsalaring bo'ladi. Endi uchinchisida mana aytayapti Tilmon. Uchinchi savolda beryapti. Majimyon yong, tillimyon eksi hashibsho. To'g'ri bo'lsa dumaloq, mana bu dumaloq. Lekin xato bo'lsa x qo'yamiz. Ya'ni mana bu 1 dan 3 gacha bo'lgan gaplarni o'qiymizda tekstdan kelib chiqqan holatda bu gaplar to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Mana shuni ko'rib xato yoki to'g'ri deb ketishimiz kerak. Misol uchun Kyongishining Heysawoningda. Kyongishi Heysawon deyapti. Kyongishi nima dedik biz tepada? Biz tepada
muyoq 회사에 다닙니다 dedik. Muyoq 회사 biza savdo kompaniyasi. Ya'ni savdo kompaniyasiga qatnagandan keyin demak bu hesabon bo'ladi. Demak bu gapimiz to'g'ri. Endi mana bu 2 bilan 3 ni o'zlaring qilib chiqasizlar. Uyga vazifa bo'ladi. 4-da buni ixtiyoriy o'zlaring qilsalaring foydasi bo'ladi. Bu javoblarga mos savol yasashlaring kerak bo'ladi. Buni o'zlaring qilib ko'rasizlar. Imkon vaqtlaring bo'lsa. To kumbuhay bo'lishida yana ozgina o'qib ko'ramiz. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, 다른 곳을 고르십시오. o'qib deyapti, xatosini to'g'rilang deyapti. Bizda bu yerda ma'lumot bergan, qandaydir qog'ozda shu ma'lumotni bu yerda ifodalamoqchi bo'lgan kimdir, lekin ifodalagani xato bo'lishi mumkin. O'shani to'g'rilab ber menga degan savol beryapti bizga. Misol uchun keltiryapti. 김민섭 씨는 회사원입니다. 김민섭 회사원mi? Mana bu yerda o'zi Kimminsob haqida ma'lumot ketgan. Kasbi yo'q, u 회사원 emas ekan. 한국대학교 교수 deyapti. Koreya universitetining professori ekan, kasbi. Demak, u professor ekan, 회사원 emas ekan. Mana shunaqa qilib, mana bu bizda 3 ta gapni ham bir tekshirib qo'yasizlar. Mana bu joydagi bilan to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Xato bo'lsa to'g'rilab ketishlaring kerak bo'ladi. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Endi talaffuzni shakllantirish uchun ham bizga mashq berib ketyapti bu yoqda. Buni ham bitta o'qib praktika qilamiz. 읽어봅시다. o'qib ko'ramiz. 듣고 따라하십시오. 듣고 따라하십시오 deyapti. Eshitib qaytaring deyapti. Qaytarib ko'ramiz ekan. muyoq 회사. Bu joyda ko'radigan bo'lsak, h ni yo'qolib ketishini ko'ryapmiz. muyoq 회사. 회사. h ni butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. h qanchadir darajada tovushini yo'qotadi xolos. Lekin yozuvda hech qachon yo'qolmaydi. Shunchaki talaffuzda ma'lum bir darajada pastlaydi tovushda. 저는 무역 회사에 다닙니다. birinchi gapda aytadi. 저는 무역 회사에 다닙니다. hozir buni audiosini eshitamiz. 저는 무역회사에 다닙니다. Men savdo kompaniyasiga qatnayman. Savdo kompaniyasida ishlayman deyapti. 책하고 degani kitob bilan. 책상 위에 책하고 공책이 있습니다. 책상 위에 책하고 공책이 있습니다. partani tepasida deyapti, kitob va daftar bor deyapti. 축하. 생일을 축하합니다. tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman deyapti. 안고. 아침을 먹지 않고 학교에 갑니다. 아침을 먹지 않고 학교에 갑니다. ertalabki ovqatni yemasdan, ertalabki taomni
nonushtani qilmasdan maktabga ketaman deyapti. De anta degan grammatikamiz bor. Buni xudo xohlasa o'rganib ketamiz. Buni shunchaki hozirgi holatdan kelib chiqib faqat talaffuzimizni to'g'rilaymiz xolos. 많고, Manko. Qaytarib ko'ringlar, o'zlaring gapirib ko'rsalaring, ana shu holatda ancha rivojlanadi. Gapirmasalaring foydasi bo'lmaydi. 공원에는 나무도 많고 꽃도 많습니다. 공원에는 나무도 많고 꽃도 많습니다. Bog'da daraxt ham ko'p, gullar ham ko'p deyapti. Mana biz 9-bo'limda ko'rib ketdik. Bularda praktika qilsalaring bo'ladi. Men faylni tashlab qo'yaman. To'g'rilasa 29-darsda ko'rishamiz.